Hammaga assalomu alaykum, Delisi ishqibozlari, aziz obunachilar. Xo'sh, bugun sizlar bilan juda ham ajoyib video qilamiz. Bugungi videoda biz hammani qiynab kelayotgan tangalar yig'ish, ya'ni tangalarni ko'paytirish haqida video olamiz albatta. Tangalar yig'ish juda ham oson do'stlar. Qani bo'lmasam biz videomizni boshladik. Kanalga obuna bo'lib, like bosish esingizdan chiqmasin. Xo'p, biz birinchi bo'lib tangalarni yig'ish uchun stadiondan boshlaymiz. Eng oson usuli mana stadionga kirasizlar va mana shu sizning bu stadioningiz bo'ladi. Mana shuni siz full qilishingiz kerak, ya'ni 92 ming. Mana bonusiga keyin sizga 52 ta har o'yiningizga, o'zingizning stadioningizda o'ynasangiz har o'yiningizga 52 ta tanga beradi. Bu birinchi usuldi. Endi ikkinchi usulga o'tamiz. Ikkinchi usul mana bu har kungi zadaniyalar, ya'ni challengelar. Har kuni где-то bir 60-90-100 ta tanga ishlay olsangiz bo'ladi. Mana bu yerda kunlik shartlar bor. Kunlik shartlarni bajarsangiz har xil mana shunday tangalar yutasiz, olasiz. Va yana bitta usuli sizga mana har kuni kunlik bonusdan sizga tanga ham berib qolishi mumkin. Xo'sh, endi keyingi usulga o'tamiz. Yana bir oson usullardan biri Delisidagi eventlardan yutib olishingiz mumkin. Mana bu yerda 90 ta beryapsiz. Agar mabodo birinchi o'rin olsangiz 415 ta va ustiga agent. Hozir biz tanga yig'ish haqida video olayotganimiz uchun faqat tangani gapiraman. Mana tanga yutib olasiz. Oxiri 415 ta, bu juda ham yaxshi do'stlar. Xo'sh, endi keyingi usulga o'tamiz. Keyingi usul mana bu yerda har kuni free coins, ya'ni har bitta o'yindan keyin mana shu beriladi. Faqat yodda tuting, agar siz sezon pass ochsangiz bu narsa chiqmaydi. Xo'sh, har bitta o'yindan keyin mana shuni bosasiz va 30 ta tanga olasiz. Xo'sh, keyingi usul mana sezon pass, pastdagi har shartlarni har 4 ta shartda, 4 ta 3 ta shartda mana 3 ta shartda tanga beradi. 20 ta, 40 ta, 50 ta, 100 ta va anchadan ketar va oxirida 250 ta. Bunda ham ancha ajoyib, juda ham ko'p tanga ishlab olsangiz bo'ladi. Xo'sh, endi keyingi usulga o'tamiz. Mana bu yerda ham endi bu kunlik bo'lsa, buni haftalikda esa mana bu yerda sal qiyinroq shartlar va sal ko'proq tanga yig'sa bo'ladi. Bu yerda jami hozir 100, 180, 240 ta yig'sa bo'lar ekan shu safar. Ba'zi payt omadingiz kelsa, yaxshi shartlar chiqib qolsa 300 ta ham yig'ib olasiz. Xo'sh, mana shunday yig'ib olasiz va yana bitta oson usuli mana shu Dreamliga live o'ynaysiz. Hozir o'ynashga vaqtim yo'q mana, shu uchun o'ynaysiz va mana bu yerda leaderboard degan joy bor. Men umuman o'ynamadim, shu yerga chiqmayapti. Mana shu yerda misol uchun o'rningiz 10 deyaylik, o'shanda 340 ta, 380 ta tanga beradi. Albatta sezonning oxirida. Agar birinchi o'rinni olsangiz 100 ta olmos beradi, olmos beradi. Hozir lekin men tangani videosini olayotganim uchun tanga haqida gapiryapman. 5-o'ringacha, 4-o'ringacha tanga beradi, 500 ta tanga beradi. 4-o'rin yig'sangiz. Ana shu bitta sezon tugagandan keyin bir hafta. Ya'ni 9 kun. Xo'sh. Yana bitta usuli mana bu klanimizda klanning oxirida mana bu yerda 5000 ta klan yig'sangiz mana bu yerda mana 500 tanga beradi sizga. Bu juda ham ajoyib usul. Xo'p, hozir biz sizlar bilan endi bitta mana shu o'yin o'ynab tanga olib ko'rsatamiz. Ko'proq tanga olamiz. Ya'ni mana bu stadionni men kuchaytirgandim, full qilganman. Endi shuni nimasini ko'ramiz. Ya'ni nima deydi? Sovg'asini ko'ramiz. Kuchaytirganimiz foydasini ko'ramiz. Bo'lmasam biz o'yinni boshlaymiz. Xo'sh, videoni sal cho'zamiz, mayli. Videoni nima desamkin tezlashtirmayman. Ketdik. Oxirigacha ko'rasizlar. Xo'sh, kanalga obuna bo'lib, like bosish esingizdan chiqmasin do'stlar. Bizning keyingi maqsadimiz 5000 ta. Agar 5000 taga yetsa, obunachilarimiz albatta juda ham ko'p videolar chiqarishga va'da beraman. Keyin vaqt ham juda ham ko'p bo'ladi videolarni.
Xo'sh, biz bo'lmasa o'yinimizga qaytamiz. Rafinyadan yaxshi zarba do'stlar. Qancha ko'p gol ursangiz, shuncha ko'p pul yutish imkoniga ham ega bo'lasiz do'stlar. Xo'sh, men bundan keyin bitta katta proyektga qo'l urdim do'stlar. U juda ham uzun video bo'ladi. Adashmasam 30 yoki 20 minutga ham borishi mumkin do'stlar. Meni qo'llab-quvvatlasangiz, albatta u videoni olamiz. Faqat nima haqidagini hozir aytib qo'ymayman, keyin aytsam qiziq qolmaydi. Kamida bir hafta yoki 1,5 haftadan so'ng videoni chiqaraman. Ungacha har xil sizlar zerikmasliklaringiz uchun har xil videolar chiqarib turaman. Siz o'shangacha meni qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Xo'p, ko'pchilik tanga yig'ishda juda ham qiynalar ekan. Mana shu video o'sha odamlar uchun. Xo'p, agar mag'lubiyatga uchrasangiz, stadionni bonusi foyda bermaydi. Shuning uchun mag'lubiyatga uchramang. Agar durang o'ynab qo'ysangiz bo'ladi. Faqat o'yin o'zingizni uyingizda bo'lishi kerak. Xo'sh, ko'pi bilan 220 ta tanga ishlasangiz bo'ladi, stadionni full qilgan holatda. Agar full qilmasangiz 150 ta yoki 140 ta ham ishlashingiz mumkin. Stadion full bo'lmasa do'stlar. Stadion full qilish juda ham zarur. Foydasi ham bor-da. Lekin stadionni full qilishning o'ziga ham 16,000 tanga ketib qoladi. 16,000 tangani sal qiynalib yig'asiz, keyin u tangalarni 16,000 tanga yig'ib stadionni kuchaytirgandan so'ng tanga yig'ish qiyin bo'lmay qoladi. Juda ham oson bo'lib qoladi-da. Umuman qiynalmaysiz o'shanda. Va Pedridan ajoyib zarba. Jarima, ya'ni ugulda. Xo'sh, davom ettiramiz. Keyingi videolarda yozib qoldiring. Mashlarni tezlashtiraymi yoki oxirigacha ko'rasizlarmi? Buni ham kommentariyada yozib qoldiring. Xo'sh, bitta gol urmasak bo'lmaydi do'stlar. Hozir 1 daqiqa. Yaxshi. Hozir gol urmasak agar ko'p tangalar ola olmaymiz. Kontent ham yaxshi bo'lmaydi keyin. Shuning uchun yutishga harakat qiling. Keyingi videolarda qanaqa video bo'lsin yozib keting. Xohlasangiz keyingi videolarda olmoslarni qanday ko'paytirish haqida ham yozib o'taman. Agar xohlasangiz. Hozir bizda Dynamic Stars playerlar kelgan. Ularni olish juda ham zarur. U yerda Abduqodir Husanov ham bor. Endi sizga tushdim, tushmadim bilmayman. Lekin menga tushish kerak do'stlar. Ancha agentlar ochaman hali, yig'ib kelyapman. Uni ham bir videosini qilaman do'stlar. Xo'p, hozir bu yerda gol urmasak bo'lmaydi do'stlar. Shu fursatdan men gol urganimcha sizlar obunani bosib qo'ying. Qiyin emas-ku, to'g'rimi? Bitta like, bitta obuna, xohlasangiz kommentariya. Qiyin emas. 5 sekund vaqtingiz ketadi. Hozir biz bu yerda gol ura olmayapmiz. Offside Dembele. 10 daqiqa vaqtimiz qoldi, agar gol ura olmasak, keyingi o'yinni o'ynaymiz. Afsuski. Uni albatta tezlashtiraman. Agar mabodo o'z gol ura olmasak. Rafinha o'z nimadir qilmoqchi. Rafinha. Hatya bir penalti ham ishlamadi. Ya, bo'ldi do'stlar, keyingi nimadayni o'yinda ko'rsataman. Dembele. Ya, bo'ldi do'stlar. Lekin hozir ko'ramiz. Biz durang o'ynadik, ko'p berish ham mumkin. Ko'ramiz. Va mana do'stlar, mana qaranglar. Bizga shu ham yetadi. Yutsak 100 ta berardi. Qaranglar do'stlar. Xo'p, mana bu yerda draw match o'ynadik, shuning uchun 18 ta berdi.
Keyin umuman gol o'tkazmaganimiz uchun 8 ta berdi va mana bu yerda Home Stadium bonus degan, ya'ni bizning stadionimizning bonusi 52 ta mana. Keyin mana bu yerda 78 ta beryapti. Keyin yana bitta. Qanday 200 ta ishlash mumkin desangiz, mana qaranglar. Bu yerda 78 ta, pastda qarasangiz, yana 78 ta. Mana shu videolarni ko'rib borishingizni tavsiya qilaman. Men hozir shu reklamani ko'raman. Xo'p, mana do'stlar, biz reklamani ko'rib oldik va bizga yana 78 ta qo'shib, jami 156 ta berdi. Va bu bizning hisobimizga qo'shiladi do'stlar. Va mana shu reklamani ham ko'ring. Free coins. Xuddi shunday. Xo'p, do'stlar, bugungi videomiz menimcha yaxshi bo'ldi degan umiddaman. Ajoyib ma'lumotlar berib o'tdim, qanday tangalar yig'ish bo'yicha. Video yoqqan bo'lsa, foydali bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying, kommentariya ham yozib qoldiring. Keyingi videolarda albatta olmosni qanday ko'paytirish haqida video qilaman. Xo'sh, biz oxirgi skalautni ochib qo'yamiz. Mana. Bu bizga kerak bo'ladi. Nima uchun kerakligini tushuna olasizlar. Sog' salomat bo'ling, xayr.